sunnatga xilof ishlaringiz bor. Shularni qilib turib namozga turasiz. Masalan, suvda tikka turib ichdingiz. Tahoratda chola-chol qildingiz, namozga turdingiz. Qandaydir namozingizda bir nuqsonni his qilasizmi, yo'qmi? Namozni orqaga surdingiz yoki biron sunnatni tark qildingiz, qalbingizda bir qattiqlik yoki bir Allohdan uzoqlashganingizni his qilasizmi, yo'qmi? Qalbida xushusi bor odam bitta shunga o'xshagan xatoni qilganda his qiladi o'zida. Alloh bilan o'zining o'rtasiga parda tushib qolganini. Birodar, seni turmushing har qancha zo'r bo'lmasin, topish tushishing har qancha katta bo'lmasin, uy-joying hashamatli bo'lmasin, bularning hammasi seni ko'zingda qadrsiz bo'lib qoladi agar Allohdan uzoqligini his qiladigan bo'lsang. Allohdan uzoq bo'lib qolganini his qilsang, bular senga tatimaydi. Mana, masalan, bir musulmonga, iymonida bir sodiq bo'lgan musulmonga mana dinga o'tsang, senga bir deylik $1 million beramiz desa. Faqat iymonida sodiq bo'lsa odam, bu gapni oxirigacha eshitadimi chidab? Nimaga? Chunki iymonida sodiqda oxirigacha eshita olmaydi bu gapni. Demak, qalbida buni xushusi bor edi. Xushu bo'lmasa ibodatlarimizda bu amallarimiz ma'nosiz xatti-harakatga aylanib qoladi. Xushu Allohning oldida bandani hokisor turishligi, boshini ekkandek qalbini ham egib turishligi. Xushu so'zining shar'iy va lug'aviy ma'nosi. Xushu degani egish, pasaytirish degani. Boshni pastga tushirib egilib turish degani. Hal ataka hadithul g'oshiya wujuhun yawma idin xoshi'a. Mana biz aytayotgan xushu so'zi. Ey Muhammad alayhisalom, sizga o'rab olguvchi qiyomat kuni haqidagi xabar keldimi? U kunda kofirlarning yuzlari egilib qolguvchidir. Xoshi'a, ya'ni egilib turadi. Lug'aviy ma'nosi xoshi'a degani egilish ekan. Masalan, jinoyatchi qo'lga tushdi. O'g'rimidi, qotilmidi, xullas jinoyat ustida ushaldi. Qo'liga kishan solib qo'yishadi, ko'rsatadi televizorda. Yuzi qayerga qarab turgan bo'ladi. E'tibor beringlar-da. Yerga qarab turadi. Nimadan? Uyalganidan. Demak, xushu degan lug'aviy ma'nosi boshini yeriga egib turishlik, xor bo'lishlik, egilishlik. Alloh taolo Toha surasida aytadi, astagfirullah, yawma idin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah va khashi'atil aswatu lir-rahman fala tasma'u illa hamsa. Toha surasi. U kunda odamlar mahshargohga chorlovchi farishtaga egilmay, burilmay ergashular. Itoat qilurlar. Ovozlar ham Rahmonga xushu qilur, ya'ni ta'zim qilur, egilur. Bas faqat pichirlashnigina eshitursiz. Sokin holda xorlik bilan boshni egishlik. Namozda xushuni alomatlaridan bittasi namozxon oshiqcha xatti-harakatni qilmasligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bir odam namozda turib g'ayrioddiy harakatlarni ko'p qilyapti, namozga to'g'ri kelmaydigan. Rasululloh aytdilarki, law khasha'a qalbuhu la khashat jawarihuhu. Agar buni boyagi namozda oshiqcha harakat qilayotganda, agar uni qalbi xushuli bo'lganida namozida, a'zolari ham xushuli bo'lar edi. Alloh akbar degan tamom, takbiri tahrima u. Nima degani? Bu takbir dunyoni hamma ishlarini harom qiladi. So'zlarini ham, xatti-harakatlarini ham shu qiladi. Namozdagi odam agar xushu bilan o'qiyotgan bo'lsa, qalbida xushu bo'lsa, uning a'zolaridan shu xushu ko'rinadi. Demak, ortiqcha xatti-harakat namozdagi xushuni yo'qligini bildiradi. Qanchalar xor qilsang, faqatgina xorliging ziyoda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh azza va jallaning eng suygan bandasi, Habibur Rahman Muhammad sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qilganlaridan keyin shaharga
g'olib, muzaffar qo'mondon bo'lib kirib kelar ekanlar, shunday bir to'shini ko'tarib, ger deb kirmadilar. Balki tuyasining ustida o'tirib, boshini shunday bir engishtirib keldilarki, hokisor tutib, o'zini Alloh uchun xor qilib, hatto tuyasining o'rkachiga soqoli tegadigan darajada yoki sallasi tegadigan darajada engishib kirdilar. Ana hokisorlik. Allohga o'zini hokisor qildi, xushu bilan bo'ldi, Alloh aziz qildi. Ana Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Baytul Maqdisni, Quddusni kalitini olgani kelar ekan, o'zini xizmatkori bilan tuyani navbatlashib minib kelayotgan edi. Shaharga kirishlikka to'g'ri kelganda tuyani minishlik navbati xizmatchisiga to'g'ri keldi. Ey Amiral Mo'minin, siz minib oling, odamlar sizni kutib turibdi, siz tuyani ustida kiring deganda yo'q. Adolat bunday bo'lmaydi. Minish navbati senga keldimi? Minasan dedi. Xizmatchisini tuyaga o'tkazib, o'zi tuyani yetaklab kirdi. Ana hokisorlik. Ana Allohning oldida o'zini xor tutishlik. Alloh qanday aziz mukarram qildi bunday bandalarini. Agar inson o'zini azizligini Robbisi bilan deb bilsa, bu odamning azizligi qaror topadi, sobit bo'ladi. Agar o'zini azizligini, izzatini o'ziga o'xshagan, o'ladigan odamlardan biladigan bo'lsa, shular bilan deb biladigan bo'lsa, bu odamning izzati ham bo'ladi. Aytdik-ku, sizni mansabingiz bor, sizni quvvatingiz bor, sizni pulingiz bor. Siz shu bilan quvvatlisiz. Yoki puldor akangiz bor, mansabdor tanishingiz bor, sizni quvvatingiz esa ana shular. Endi ular yo'q bo'lsa-chi, demak siz ham quvvatsiz bo'lib qolasiz. Shuning uchun o'zini azizligini odamlar bilan deb bilgan odam xor bo'ladi. O'zini izzatini, azizligini Alloh bilan deb bilgan odam albatta aziz bo'ladi. Mo'min banda o'zini azizligini Allohdan deb biladi. Sajda qiladi, yig'laydi, munojat qiladi, yalinadi, yorvoradi, yordam so'raydi, madad so'raydi, o'zini ojizligini, Robbisini har narsaga qodirligini tan oladi, hamd aytadi, sano aytadi. Mana shu bilan aziz bo'ladi. Va mana shu odamning shunday qilgan ibodati to'g'ri ibodat bo'ladi, xushuli bo'ladi. Bu xushu so'zining lug'aviy ma'nolari edi. Mana endi xushu so'zining shar'iy ma'nolari. Xushu qalbni xor bo'lgan holda Allohning huzurida qoyim turishi. Qalbni Allohga iltifot qilishi, egilishi, bo'yinsunishi va Allohdan umid qilishi. Ya'ni yana xushu haqqa bo'yinsunish ham deyiladi. Endi siz bilan bizning qalbimizda xushu bormi, yo'qmi? Namozimizda xushu bormi, yo'qmi? Bu qalbimizda xushu bor yoki yo'qligini alomatlari bor. Xushuning borligini alomatlaridan shahvat alangasini o'tishi va qalbni Allohning nuri bilan yorishishi. Birodarlar, siz bilan bizning qalbimiz ikkita narsani o'rtasida turadi. Shahvat olovi yoki Allohning nuri. Agar uni jasadida shahvat alangasi, olovi ustun kelsa, bu odam xushudan uzoq bo'lib qoladi. Agar Allohning nuri g'olib kelsa uni qalbida, bu qalbda xushu bo'ladi. Demak, xushu yana bitta ma'nosi qalbda Allohning nurini g'olib kelishi. Demak, birodarlar, bu ilohiy bir nur bo'lar ekan. Bu ilohiy nurni nima ekanligini uni totib ko'rgan odamgina biladi. Nafsni pokligi, qalbni Allohga iqbol qilishi, mustaqim bo'lish, Allohga itoatda turib huzurlanish. Diqqat qilinglar. Itoatda turib huzurlanish. Mana taravada turibmiz. Qur'on tilovati bo'lyapti. Robbimizning kalomini eshityapmiz. Maza qilyapmizmi? Siz olayotganingizda maza qilganingizdek berayotganda ham maza qilyapsizmi? Agar ha desangiz, demak xushu bor qalbingizda. Bizda olganimiz foyda. Bizda olganimiz yutuq. Qanaqa qilib bo'lsang oldingmi shu foyda. Halolmi, harommi, birotaga suv qo'ydingmi, tarozidan urdingmi, muhimi olsang foyda. Ko'p aytaman buni, birodarlar, yoshlar. Bizni
olgan narsamiz boy qilmaydi. Bizni bergan narsamiz boy qiladi. Mana shu o'lchov, mana shu falsafa bilan yashashimiz kerak. Demak, insonning qalbi ikkita narsa o'rtasida bo'ladi. Shahvat alangasi, shahvat olovi va Allohning nuri. Qarang, bir nur bo'ladiki, Alloh taoloning nuri. U nurni Alloh azza va jalla faqat mo'min bandasining qalbiga joylaydi. Allohning bandani qalbiga joylab qo'yadigan nuri. Dalil. Birinchi oyat. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi yaj'al lakum nuran tamshuna bihi va yaghfir lakum vallohu g'afurur rahim. Nur haqida. Alloh bandani qalbiga solib qo'yadigan nur haqida. Qarang, bormi shu nur sizda? Ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan qo'rqinglar va uning payg'ambariga ham iymon keltiringlar. Shunda u zot sizlarga o'z rahmatidan 2 hissa ato etur va sizlar uchun yuradigan nur paydo qilur. Hamda sizlarni mag'firat qilur. Alloh mag'firatli, mehribondir. Allohga va payg'ambarga iymon keltirib itoat qilsanglar, ajringlarni 2 barobar qilib beradi va qalbinglarga nurni beradi. Shu nur bilan yashaysizlar hayotda. Ana shu nur bo'lsa, ine tushunasiz berganingiz yutuqligini, olganingiz emas. Agar mana shu nurni Alloh qalbingizga joylab qo'ygan bo'lsa, berganingiz foyda ekanligini ko'rasiz, olganingiz emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'y so'yib tarqatdilar. Tugatib uylariga kelib Oysha onamizga, o'zimizga ham bir narsa qoldimi? Qo'ydan, go'shidan. Ha, Rasululloh mana bitta qo'li qoldi dedi Oysha onamiz. Rasululloh nima dedilar? Ha, estikina. Shu bitta qo'linglar qolmabdi-da o'zimizga. Ya'ni tarqatib yorganini o'ziniki deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ana nur. Bizda qanaqa? Unga pul berib, bunga uzatib pul berib, o'ziniki bo'lmagan yerni tortib oladi. Va biladi o'zini nohaqligini. Biladi bu 40 yil kolxozchi tolada ishlagan, 30 yil tolada ishlagan, shu chekda olishlik uni haqligini biladi. Lekin puldorlik qilib oladi va yutdim deb o'ylaydi. O'shandaqa qilib birovning chekini o'ziniki qilib olganlarni qaranglar-da, 5 yil, 10 yilda o'sha chek nima bo'ladi? Uni ko'rgani nur kerak. U nurni kimga beradi Alloh? Alloh va payg'ambarga iymon keltirib, itoat qilganlarga. Ko'rmaydi-da, ko'rmaydi. Ko'zi ochiq o'zi. 2-oyat. Astagfirullah. Va man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kimga Alloh nur bermasa, bas uning uchun hech qanday nur bo'lmas. Alloh shu nurni qalbingizga joylaydi, nur bor, bu nur bilan hamma yo'lda ko'rasiz. Oqni oq deb, qorani qora deb. Agar o'sha nurni bermasa-chi? 3-oyat. Bu ham bir go'zal oyat. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqonan. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohdan taqvo qilsanglar, shart. Nima bo'ladi taqvo qilsak? Javobi shart. Yaj'al lakum furqonan. Sizlarga furqonni ato etur. Furqon nima? Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat ato qilur va yomonlik, gunohlaringizni o'chirib sizlarni mag'firat qilur. Alloh ulug' fazl va marhamat sohibidir. Yaj'al lakum furqonan. Haq bilan botilni ajratib beradigan furqonni beradi. U shunday bir asbobki, u bilan oqni oq deb ko'rasiz, qorani qora deb ko'rasiz. Yaxshini yaxshi ekanligini, yomonni yomon ekanligini ko'rasiz. U bilan siz foydani foyda, zararni zarar ekanligini ajratib olasiz. Birodarlar, furqon. Ya'ni ajratib beruvchi, bo'lib beruvchi. Furqon nima? Furqon nur. Nur bilan ko'ramiz. Furqon nima? Furqon ma'rifat. Boshqalar bilmay turgan paytda siz bilasiz. Boshqalar anglamay turgan paytda siz anglaysiz.
Furqon nima? Furqon basirat. Nima u? Uchinchi ko'zingiz ochilib qoladi peshanangizda. Majoziy ma'noda. Hamma yutdi, maza qildi, mana shu odam foyda qildi deganda, sizni basiratingiz bor. Ha, bu yutkizdi deysiz. Qarab turib buni deysiz. Hamma yutkizdi, yomon bo'ldi mana shu odamga deganida sizni basiratingiz bor. Chunki Furqon bergan Alloh sizga. Mana shu odam yutdi deysiz. Furqon nima? Furqon ilhom. Sizga Alloh taolo shunday bir ilhomini beradi, Furqon sababli boshqalar topa olmayotgan joyda yechimni topasiz. Furqon nima? Furqon hikmat. Ishlarning orqasidagi narsani ko'rishni o'rganasiz. Hali bo'lmadi, hali tugamadi, lekin orqasidagi narsani ko'rasiz. Furqon nima? Furqon elek. Odamlar kerak emas, katta kichik narsalar bilan ovora bo'lib yuribdi. Sizni qo'lingizda elek bor, Furqon degan. Shunday elasangiz hayotdagi narsalarda zarilmat narsalar pastga tushib ketadi. Muhim bo'lmagan mayda narsalar pastga tushib ketadi-da, muhim narsalar qoladi elingda. U Furqon bilan haq bilan botilni ajratasiz. Mana endi tushundinglarmi birodarlar? Saodatni siri nimada ekanligini. Saodatni siri nimada? Saodatni siri to'g'ri qarashda, to'g'ri o'lchov, to'g'ri tushunchada. Siz o'lchov tushunchangizda berganim foyda deysiz, faqat olganim foyda demaysiz. Chunki sizni o'lchov tushunchangiz to'g'ri. Inson qachon xato qiladi? Qachon adashadi? Qachon osiylik qiladi? Qachon uzoqlashadi? Qachon baxtsiz bo'ladi? Gunohni yaxshilikka olib boradi deb o'ylaganida. Gunohni yutuq, g'alaba, zakovat, o'lja, g'aniba deb tushunganida. Bunday odamning basirasi yo'q, bunday odamning nuri yo'q. Qachon inson baxtsiz bo'ladi? Nuri bo'lmaganida. Agar Alloh bergan bu nur qalbida bo'lganida gunohni halokat deb bilar edi. Harom rizqini musibat, balo deb bilar edi. O'zini hayotida bo'layotgan muammolarni hammasini qilayotgan gunohlardan deb bilar edi. Xulosa, o'lchov, tushuncha, tasavvurlar xato bo'lganligi uchun bu inson gunoh qiladi. Gunoh qilgandan keyin dunyoda baxtsiz bo'ladi. Endi agar Alloh bir mo'min bandasini qalbiga o'zini nuridan kiritadigan bo'lsa, bu odam yutdi. Bu odam yutdi. Aytinglar, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qo'lida dunyo matohi turmadi. Ushamadi qo'liga kelganda ham. Yashaydigan xonasi juda ham kichkina bo'lgan. 2 kun paydarpay yumshoq non yemagan payg'ambarimiz. Aytinglarchi, baxtsiz bo'lganmi payg'ambarimiz? Yo'q, eng baxtli odam bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, chunki u zotning nuri bo'lgan. Qalbingda Allohning nurini borligi yutuq, muvaffaqiyat, g'alabani garovi. Qalbingga ana shu nurni Alloh joylab qo'yishi saodatning siri. Ana shu nur bilan sen, birodar, yaxshini yaxshi deb bilasan, yomonni yomon deb bilasan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Qaranglar demo duoda. Biz o'zimizcha yaxshini yaxshiligini ko'ra olamiz, yomonni yomonligini ko'ra olamiz deb o'zimizni aqlimizga suyanib qo'yamiz. Agar Alloh bildirmasa siz oqni oqligini, qorani qoraligini ajrata olmaysiz. Ishonavering. Dalil payg'ambarimizning duolari. Allohumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu va arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Muhammad alayhisalom aytibdilar. Parvardigor, bizga haqni haq qilib ko'rsatgin va unga ergashishlik bilan bizni rizqlantirgin. Parvardigor, bizlarga botilni botil qilib ko'rsatgin va undan uzoq bo'lishlik bilan bizni rizqlantirgin. Muhammad alayhisalom aytibdi, Parvardigor, o'zing ko'rsatmasang haqni, biz haq deb ko'ra olmaymiz. O'zing ko'rsatmasang botilni botilda biz ajrata olmaymiz. Shuning uchun g'arbni qarasangiz, erkakga xotin, xotin erkak bo'lyapti. Chunki Alloh o'sha nurni bermaganligi uchun erkak ayolda farq qolmayapti. Jinn emas ular,
Siz bilan bizdan ko'ra dunyoga ishi ahliga yaxshi yetyapti, lekin Alloh shu nurni bermagani uchun oqni oqligini, qorani qoraligini ko'ra olmayapti. Birodarlar, Alloh qalbimizga ana shu nurni joylasin. Kimga joylaydi ekan? Alloh va rasuliga iymon keltirgan va Alloh va rasuliga itoat qilgan bandalarga. Inson shu nur bo'lmasa, yutdim degan joy yutkizgani bo'ladi. Yutkizdim degan joy yutgan joy bo'ladi. Kafega kiradi. Bir shunaqa bir tushunchasi noto'g'ri bo'lgan odam ancha ovqatni buyuradi, yeb tugatib, oxirida ozgina qolganida ovqatni pulini bermasligini yutuq deb biladida, ovqatni pulini bermaslikni hiylasini istaydi. Nima qiladi? Bitta pashani olib o'ldirib, ovqatga solib qo'yadi. Keyin beki deydi ofisiant, ovqatingda pasha turibdi deydi. To's-to'polon qiladi, pulini to'lamasdan chiqib ketadi. Yutdimi u? O'zini nazarida yutdi. Lekin aslida nima bo'ldi? Ana shu Allohni tanimagani uchun, Allohga itoat qilmaganligi uchun, Allohdan qo'rqmagani uchun unga shu nur berilmadi va mana shu ishni yutdim deb o'ylayapti. Alloh azza va jalla ana shu nurni siz bilan bizning qalbimizga joylasin, xushudi bersin, basironi bersin va oqni oq, qorani qora, foydani foyda, zararni zarar deb ko'rishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.